Bek namlari motor so'zlari boshlaydi. Do'stlarga sanasi kelsa, olay yo'lga olib chiqdi. Do'stlar yo'lga sanala, jilkanlar jilga sanala. Do'stlar, mening degan qo'shag'ida konsert programmasi o'zgarib ketdi. Do'stlar aytadi, men turli publika turli sharoitlar uzun manchalarni boshlab o'tishimni, yashaga qo'rqajarlarida bor. Ulkan bo'yimda kelgan najotlarida bor. Mana men bugun shu do'jjalarimda karakterni degan edim. Tag'in bir najot demadi. Nijotlarimiz qozon ko'piklar olib kelmadi. Qozon ko'piklar. So'zlarimda keyinga esimizda qoldirgan so'zlarim. Mana bugun konsertdan yigizlab aytgash, istalarında samarında eshitganlarda mening jarlarni isga tushirib, kilana munglana deb quloqingizga tolasiz degan niyatda qolasiz kelar. Hurmatli Bo'sayas tomoshabinlari, sizning ishoncha qiynali xalqimizda qozonki
Internetda jillarimiz bek ko'p do'stlar, mening saytlarga kirg'iz, takliflarga boshlangan jillarimiz bek ko'p. Yara do'stlar, butun jillarda bir konsert jillarda o'tirib ketib, shularni sizga bugun eng ta'minlarini olib keldik. Bizning aytganlar bizda sizga chiqqancha, mana bu kunda yilda boshlashi buni shular sizdan bilan. Agar bir ko'rishgacha uchrashgaч, bizning bilan birgalashib, tezgina bular chiqmagandagina artistlar qo'lindadir g'aybat chashmalar. Bizni xalq artist xalq bilan qiziqsin ashlaydi. Mana bizim tomoshabchilar artist xalqini mana shash bir tirnan olibdiga oyoq tomonuna qadar tekshirmasa olib ko'mala bo'lmaydilar. Allamida kelib chiqqansizlar, boshdan oyoq tekshirib chiqqansizlar ulaydi. Bu bizning qonga singan edi. Bundan xabarni sizga bo'lgan bir artist yerzatdan olgan edi u. Ketgan bir gastrolga. Shu bir oyda kirib qaytgan edi bu. Xotini bilan shunday sog'inishib ketishib olganlarday. Qaytqachida bilan tugashinlarday gir kelib şeyler ishganlardi. Bir ikki kishi to'pqana jib berganlarda juqlarga jaqqanlar ekan. Noqadatdagi şey edi. Tungi ishlar kirasida bularning eshiklarida izlanib o'tirardi. Shu izlanib o'tirarga Manam yanında yatkan xotini sekirib turganday, bitta kelib qaytdi deb aytdi. Manam yanında yatkan o'zining yeri. O'ynar o'ynamas qo'yib qarında xatirlamagan edi.
Yuqori birinchi tazyiqda degan tezgina qilmaqishtonlarini chiqanday 11-chi etadan kirgan deydi. O'zi tushib para o'zi o'ylaydi. Men qaytdi deb aytdi. Men qabodim sinali deb aytdi. Toshkentda bo'lgan ishlatasiz Rabbana atina sholay bitdi. 11-chi tomon esa qolasiz. Yarar, mana biz dastur yillarida edimiz. Ana shularga yashab o'tirib, mana hozir bizning avval yerida yashovchi yerliklarimiz va irodalarimizda. Mana bizdan qolishmaydi. Vaqtcha ishlar fursati bo'yicha Sibir yoqlarga ketdilar, shulaydi. Dedik, mana esingizda bo'lsa, Sovet cho'rinlar 15 kun ishlab qaytaydilarda 15 kun navbat turganlar edi. Hozir yana zamonlar o'zgardi. 5 oyga ketdilar, shulaydi. 6 oyga ketdilar. Semiyali kishi do'stlar, bu deb zo'r. Nega? 6 oydan oilaga shaqiradi. Sağırdılar edi. Moldan kallarını sevmedi. Bolgan bir avuz yerinde Ahad isimli bir erkeği. Ahad isimli bolgan edi. Avuzunu edip durmayın. Yebrasının tuğanı bulur. Xotinida bolgan edi mana. Oqshaga degan tirib yashaganlar. No bir zamonda jamaat Ahadning ko'zimdagi qolmagan. Bir ittashini yarab edi va do'stini yarab Sibirga ishga ketgan bo'lgan bir 6 oyga. Yarar Ahad ketgan yo'lgan avvaldan xotin o'zigina qolgan deydi. Bir oy o'tgandi, 2 oy o'tgandi. Xotin bit hozir Ahadni sog'ina boshladi. Mujamaqatdagi Sibir mashaqqatlari bit Ahadga ertalab berdilar, shulaydi, tezgina qolibdilar. No xotinning tuzilmaga qolmagan edi. Tuzganda o'zina bir siyarga chaqirmoqchi bo'lgandek. Любовь edi. Notaga shu qancha qadar yoldirib turmagan kelgan. Istalazadaganlar, oshaqanlar, ishganlar, musiqa qilganlar, vals eylanganlar da endi ko'rchi bo'lmaga kirib azrak shayarishib qolib o'ylaganlar endi ko'rasiz. Xo'jalikka kelgan. Men bir Ahad ko'ngil takdir etti. Mansat deyip yaparsın Ahad oylakat dedi. Jamaat nimana narsa shu seni, nimana qiberat shu seni. Oylarni bulsak da, oylarni ayırırsak da, o'zimizning suygan yo'llarimizga yanaşabizda, o'zimiznikilarni bo'lsin desani bağışlayın. Yarın dostlar, sizning qishloqlaringiz bilan, yaqin yo'llaringiz bilan o'zimizda bugungi tomoshabimizni boshlaydik. Oxirgisida bitta ko'ngilda bo'ladi deb aytamiz do'stlar. Bu yerda bizga aytganimcha o'zimizda shunday kichkina bir yubiley konsert bo'lgan 30 yillik istoriyada xizmat etamiz do'stlar. Shular o'tishlarni qo'yganlar yurmadik, kimlarga ko'rmadik deganday bizga shuning uchun bu sizga tomosha olib keldik bu do'stlar. Yamajaga olib keldik. Yubiley kishisi bo'lgan sizga to'g'ri bo'lgan mazaklarni taqdim etib shu vaqtda bugun rag'batlanib 2 soatga yaqinda lazzatlanib o'tirib yurtlarimizga to'g'ri degan tapalasiz degan. Sizga biz kelgancha bitirlarni o'qigansizlar, shularga afishlarni ko'rgansizlar. Bugungi konsertda kimlar qatnashsin, kimlar ijrosi shularga ko'ngilingizga kelib o'tadi do'stlar. Mana o'zimizning tug'an yoqqa qaytash, chunki mening qozonda da Ufada da eng yaqin do'stlarim yashashular. Shularning birisi do'stlar Ufadan chaqirdim hali o'zimizning yaqinlarida, yaqin do'stlarida chaqirdim do'stlar. Bizni ana hozir sahnaga chiqib talab olasiz. O'zining mana tovushlarida bu Boshqirdiston tomoshabinlarining muhabbatini yo'llamadi. Bugun da bu zayrasi o'rnini oshkilab talab o'zining eng yaratgan ijrolarni olib keldilar. Alqishlar boshlig'ida sahnamiz ko'rinda o'zimizning Boshqirdistonimizning Blagovar rayoni Yonush oldida turib o'sgan talantli yigit chiqarsin oldimizga. Rustam Valiyev. Ana o'zi. Rustam Valiyev. Hayırlı işler ve tomoshabinlar, barchangizga assalomu alaykum. Uchrashib ko'rishlar, zulmlarni bezaylik. Xo'shlashib istiklar, o'zaklar. Assalomu alaykum.
biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Varız kadar esselamu aleyküm. Bağda bulsun elimizde şervanın imadoru. Sizni sağlıp yırak yoldan bağlakları bayramız. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm biliriz. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Ana şu ayetleri sana bugün. Bir-iki saat gelin olsa da rahatlanıp cıllaşıp gülüşüp özellikle keyifle gelelim kelimeler. Bugün keyifimizde. Bir sana fark sizge. Yüreklerde olsun yaşamlar kısmesin. Cılaşıp bir otururlar hiç sırmasın. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm biliriz kaynasın. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Sizlerimizge nasip olsun. Aleyküm esselam. Bir sonraki Hadi de konsertimizni avvaldan devam ederiz. Hamda torba birisi durumdan yakınlıkta tasavvur oldu. Sır boyunca kibarlar. Rahmet kabul ederiz. Elimden bilgen kadar sağlık sırav sur eder. Sağ seneler dolsan kadar, sağ seneler dolsan kadar, dünya tügeler. Bazalı oğlu baylı, sağlamasak raylı. Yürek tügel alın derdi, baza bulsun derdi. Bazalı oğlu baylı, sağlamasak raylı. Yürek tügel alın derdi, taza bulsun derdi. Salmadığımız ışıklarda, salmadığımız ilkende, yüreklerine davalılar, yüreklerine davalılar, ışıksız kırıkende. Tazalı oğlu baylı, sarmasan kıraylı. Yürek tügel alın derdi, taza bulsun derdi. Sazanı doğru, zor rahmetçiler. Aramızda isen sağ olayım. Şartlanıp kırıp rahmetler gelecek. Sağlık sorayım her kişiye, duvardan yedesinde. Sağlık bilen tatlıkta, sağlık bilen tatlıkta yaşarlar gelişiye. Sağlık olur bayılır, sağlamazsan kırılır. Yürek tügel aldım derdi,
taza bulsun tazalı bayım sarıla sarayım İlekli aldın nefis taza bulsun İlekli aldın nefis taza bulsun taza bulsun Rızkan Valiyev. Bu artist halkı militana işleri bundan işte bulması ben. İşleri bulmağına göre rahatlanıp yıllar bilip yürüyorlar. Gres taşı. Senin yaşın tamam italasın mı? Ey cankaylarım, şu klubda o boruş etsal başlayın. Bir kader, bir hürmet kalmadı bitmesinin içi profeslik işçisine cankaylarım. Yararıydı, bu artistlarıyken akşarı birlikte kanlarla miskinler. Siz neyken? Eşeğiniz beklemedi. Pensiye akçaları sıkışıp durana. Ey cankaylarım sizin oranızda olsa keşketlerin şeylerinde işi. Divakada hattanıp şeyle oturup televizyonuna karab etken böyle. Sizler mi aşağılara verirsiniz? Bizden sonra divana girek. Kadar hürmetiniz korunup durayım yan karada. Bana şu direktör Maria Beltrede mindi. Kararızlar şu birer şenlik. Buna 3. yıl buna 21 şaşkadaştan istegendirler idi buna. Eğer olsa şunu bırakın karar tutacağım haydarım eyken beti. Kadir bir hürmetlik bizden işi profeslik işçisine. Buna roğun artistak ilerleş. Yırta tangan birlerine. Yırta tangan birler. İsen. Men bir tanış ortada deyip duram. Ortada bir zikri konaktağın. Ne avsi jigit avsi. Evet, avsi gibi. Koyama yerine neyden? Özüm yanlış başlık bırak. Yanımda oturamızdan ne kamasın? Jigit. Özüm ne kadar şu oldu. Utkan nafat kansıp da bitti. Geçi katım lagi yani. Kızarma ne kızarasın. Mümkün şayaş kurup turam. Kim bilen kira. Kim bilen şılıp kita yüzler tuna turam. Nomor karavan apayım malades. Jerurga kirek. Kalır jeri turgan zamana. Ne kadar sevgi dolaşız nevis karşı kilmedi. Nişte karşı kilsin değil. Benim aşık olakayım. Aşağısı da aşağı iken sevgi dolar. Kaplarında filan. Benim bizim sevgi doların da karşı para. Aşıktın da karşı para. Benim bizim sevgi dolar gımır gamına kaşıkını un kolga tutup kaşık. Aşık da sonra gider. Mübarinde eser gelecekten elçiler. Kora bidirler nekasın mı da? Borunundan azrak kıyıp iken nekasın mı? Men o'ylovimcha u tigi Saidullohni jiyda bo'g'in babasini tarqamilib demiş. Ana ashu bolaqayimni jirga biyuga havasliklarini ko'rsatamiz. Mana radiodan kattaga ermankilarni eshitib Said turib biyujitlara bolaqayim. Artist qutaraversa. Otasini aşası. Mana bir kishi vaqt o'tdi ekan yo'q ekan Saidulloh ishlagiz tag'in qilib boshladi. Narsa. Ey Sakina de. Неужели
Birinchisi singisi indi. Nujeli urug'i Buxoroda indi deydi. Men aytaman, shu Samirullah degan bo'ldimda, Nobuyli Buxoroga bormadim. Qizimiz Elzina Baltik dengizi bo'ylarına borib chiqib qaytdi. Tup-tugarak bitli, sap-sari shashli, zap-zangar ko'zli qizimiz dunyoga keldi. Bizning naslibizda zangar ko'zli kishilar yo'qliqda. Nomna bir xudojnik aytgandek, yashil tus bilan qonqor tusda tursa, zangar tuslarda chiqadi deydi. Saya ortada kalsa, şan geçip durasın. Ben kaşık para. Şuradan can kaylar, silesen süzüydü ol, silemesen işte kala digandayıp. Öyle kaşı. Sinimle size şahıslarım gider. Benim de sen aytırsızım var. Kulağıma salıp koyalım, bir sekine payıttı diyersin. Nene bildim hazır kıyaşlı yazlar ciddi, ıssız şeyler ciddi Allah duyursa. Sizden tanışılar keyine, hatırına, Qora dengiz bo'ylarına chiqarib qaytadi. Borib berib qaytsin, tanlarni siylatar olib qayta janib qayim. O'lmasdan 15 kunga. 15 kun janib qayim. Et sigaretadagi davr. Borib berib qaytsin, oqshom yallana, xotinini aytar. Azraq shahardan ko'rib qaytadi. Xalq bilan aralashib qayta janib qayim. Jiber. 15 kun janib qayim, 15 kun kim aytmishlik. Teras kolmaga tozmay. Tozmay Allah'a şükür. İnsan sayırıp qaytdim hadi. Hali bu yigitlerin de birisini tanып aldım. Былтырда kelgan edi konsertlar. Azraq o'g'itda judagan edi. Endi kashmir aytam. O'zing bilan konsert qo'yib jiraysan endi. Xotining uyda o'tiravermay aytam bolalar qarab. Qaytqach mendan xotinimni qora dengiz bilan ajralib qaytaramay aytam. Jilar deb o'g'itda judagan edim. Hali bu kelgach bilan inshaalloh. Hey Sakina Pali. Былтыр qilala g'ashtirday xotinni jilardi deb qora dengiz bilan arnadi. Shakdavulda endi dey. Nasıl kashfin ekan, alladik shakdanib qaytdimi? Yo'q Sakina Pali. Butunlay qaytmadi dedi. Seniki paytajanib payta. Hozir montajga jetna payta. Şulay jakaylar, silesen söz, silemesen işte qala deganday, ertan turamiz azorlanamiz. Ertan turamiz azorlanamiz. Yerlar jiri deymiz. No yerlar jiri конечно. A yerlar jiriga kim qaytdi? Endashmiylar. Xotin qizlar ayıplı yanqaylarim, xotin qizlar ayıplı. Yerlarning joyini maydonga turardi. Boshlarini sifat turardi. Hozir bittalar defitsit. Nuqlayim, ishib qaytdi. Nu do'sti bilan kirib bir yo'q saldini. Ertangi 6da qaytib kirdi. Qo'yib ketsinlar yanqaylarim. O'zimizning yanimizdan qaytalardi. Izlab qolmay Allohga shukr. Mana zamanında benim əli bo'lgan, qart əli bo'lgan edi. Sistem musulmon qarshiga bo'lgan qilganlar qilgan əlining babayı bo'lgan. Mana benim əli g'imir-g'imirga mana shu babayning oyoqlaridan naskilarini soldirib, tozda oyoqlarini yuvib, har kuni namozni qilib Mana men bugun sizlar so'ramayman bugun konsertdan qaytgach birar yer. Xotinimni aytsin ana, oyoqni jo'raydi. Yuvami? Yuva, boshini tosh bilan kiydiradi. O'sha juvam deb turadi. Yuva, o'zini qiyosalarga qaqayda yerniki. Quyoshga chaqdan chiqadi. Mana menda juvam bitdi. Qo'llarim namoz o'chirib deydi, nasabati chiqqan bo'lmadi. Shulay janqayda, silasan so'z, silamasang ishdan qoladiganday. Mana shunda iloji yo'q jerim Allohga shukr. Otsa qoladi deb aytgan to'laydi.
Nuna minut sayın, saat sayın ileride yok olmuş olaydı. Yol vakitleri da var. Eli kumul 18'lerde gelmeyi yol vakitlerini boş kavuzlarmayım. Mana şu kılıkta diyu tungaya begamlar biter. Birer diyumda benim kusat kimdi? Давай. Bir yıl bir kadar camiler, bir yıl mal, o ayaklar partayda hazır. O ayaklar sızdı. O ayaklarına angina bitminim. Allah'ın da roşun taraf, Allah'ın da magacıda. Menabilerine sızlasa, o ayaklarına sızlasa Allah hoş etsin. Juga ada apa ya? Kişiler şart dünyadan. Akhirnya menyapa Palestina. Gak masuk tuh Düşe. Ya saya düşe karena begini. Kalau masih kena kawas lagi kan itu asik kita. İsim unutam şunu. Neyse diye batalasın hadi. Yaş Karalinski'ydi. Izdırada başlamadı. Kita yaşlar Allah'a. Aşık buldum bir mariga, kita yaşlar Allah'a. Kayınur masayınur. Darmı tavın avşiye gitmedim canı kayınur. Gramajım düşe. Bozardagi to'ra sotuvchi zihra bergan edi. Zo'rni bergan qahi. Qora edi. Torta. Jerto'raqda hozir. Kelib tushmasa. Ey men aytam. Bulg'ash bo'lsin bir. O'zimizda kimga egalik bo'lmasa. Izdirali. Yalnız Medine Nebi. Татарстан'dan kazanan artisti İlip Zaripa.
Ülkeden Örneği. İyilik sayımı. Бек рахмат. Залда мен киши отырамын. Алла, қолдар шәуішірі келіп тұрасыз. Әлірек арамадыңыз ма? Нет ма? Ярадызлар. Мына біздің Мария қошалды енді. Бек зор рахмат. Мәнші құлудың директорына. Той табынар үстілер әзірләгенler ұстапқан әлі. Үстілер сығып тұра. Нәрсегіне yok. Рахмат я бар қидар. Тек қой бір ауылларда бұлабыз. Bir стакан суда бермейді. Бізге маштары бәрішлері керек не еді. Теге жерлағын ауылдата мақшайқарға бір стакан су жете бізге. Ярыңыздар, мәселетесін келе. Теге зарланып етелік өйді көрмәңіз. Қазір әлекеге заманалар артта қалды. Қазір теге ауыл жеріне бір автобус артист еккеліне қызығы бітті. Дұрыс бе? Мына қараңыздар. Көп мұғындар мұшылар. Әлі ауылы біз өлі, әлі халқы біз өлі, шөп тезініп теңеге дұрыс етмешті. Мен теге, мына 32-ші ел, Татарбекс тұрасына қызмет етем, қойдағына болмадым, қойдағына үрмәдім, кімегіне көрмәдім дегендей. Мен ғұмырға ұстар өзім білән, бір іш olan артист ел етпәдім бір вақытта. Қармышым жоқ, жібегішім жоқ, жышым жоқ дейіп. Мен бір вақытта да концерттің өзгәнім жоқ. Мен өзім бір концерт. Аллаға шүкір. Рәхім рәбдесі. Ол көп кіші ерте башчасынан тігі жылымаған жылларында қала, сөйлемеген мәзетлерінде қала. Соңа көре бүгін рәхаттанып, өзінің өмірларını, өзінің матыр жырларını жайлап кетіп кетемәдізге ойнарым. Мына яқы достым, Рүстем шақырдым достар, Дариевнің Рүстем енді достар бұзарымдан көп еллар достар шыптары бейли, Аллаға шүкір. Бек көп жерлерде болды бұзары бұдан соңа көре сіздің дамышы қашан бірінші шықшында олар оттық шылады. Мына мен қазір тезімнен өзімнің мотор костюманы киіп шыққаншы бізді Рүстемні тағы да сахнаға шақырайық әлі. Жұртасынан аппазын қады. Қабақтанмас мұңдарға сахна біз көрді. Рүстем Валиев. Teman tamamlaşmalarımızın yaratıp çıkartan en yaşanan sistemleri bilgilendirmeli. Kanal kanalımızda durmuş şarabıda. Ne bolsa da soladan indi. Göklerime kişirgen. Durmuş denizden uçlar. Başı sular işilgen. Yazmış yollar sigarken. Gidelim, aşkla yavuk etmezlik, matırdır gülüm. Yazmış yollar siyerde, avını da gidelim. Aşkla yavuk etmezlik, matırdır gülüm. Matırdır gülüm. Terek olanda Kur'an yağıtılgan Hizmet yılları bir yılda Yana köye sürtülgen Yazmış yolları sigarte Babını da giydirgen Aşılayla ürkülmezlik Madırdırmış güdülgen Yazmış yolları sigarete Amını da giydirgen Aşılayla ürkülmezlik Madırdırmış güdülgen Madırdırmış güdülgen Şunlar da hürmetli tamaşaçılar Varımız kadar şulay Madır
durmuş gibi şartları karışır gelsin. İlk mekime dünyalarımız tanışmasını şöyle. Düşmanlar ayak şolganda nişke ko'ngil kiydirgan jon do'stlar bo'lib so'zlarda dardini bildirgan yozmish yo'llar singari obinib ta'kidlagan ashulaga o'tmaslik ma'qul turmush ko'rgan yazmış yollar siyerse Babını takibine Aşılayla ülketmezsin Madırlarmış kırılgan Madırlarmış kırılgan Yazmış yollar siyerse Babını takibine Aşılayla ülketmezsin Madırlarmış kırılgan Madırlarmış kırılgan Madırlarmış kırılgan Yaratık severlerden araştırması doğru hem ilesi canımdan varımız kadar tanış bulgacılarını eliksiz yaratıp öz yaratıp canlarını versin canlar bir gene bir gene anın ismini de sizden yaşadığı divazara rakip edip kabul etmemiz eğer de isiniz getirse öyle biz bölgeler canlar şu alıyor siz de kalsa da gögele dostlarım yakınlarım sizden için şaralayman emin şaralarını asırlarım Kükreğimde sizin emişim Kalkayan ve yaşım var sizden için iyi de işim sayrap duran kışım var Kükreğimde sizin emişim Kalkayan ve yaşım var sizden için iyi de işim sayrap duran kışım var siz benim can görüşlerim göz ko'rgan kishilarim eylemişim iyini de o'stirgan kishilarim ko'kragimda sizin ishim sizning ishim iyini ishim sayrab turgan qishim bor ko'kragimda sizin ishim vaqtda yoshim bor sizning ishim iyini ishim sayrab turgan qishim bor Bizler koyarçalayı bırgaylar, şunlaşır mı bırgaylar bugün? Eşinci bu gitti dayıdayız bırgaylar çalıyoruz. Siz dinliyle bu yüreği, dostlarım dost işleri. Sizden eşin şaralayman emin, şırlarını basılarım. Kükreğimde sizin Vakıfta yaşım var sizin için yine de işim sayrap duran kışım var Kükreğimde sizin işim Vakıfta yaşım var sizin için yine de işim sayrap duran kışım var sizin için yine de işim sayrap duran kışım var
hurmatli tomoshabinlar, yaratib yashang. Bilasizlar, yaratib yashang deb ataladi. Yaşasın ötür matur olsa siyir başını kanlarını yoktan yaşasın yürek giden olsa şeşlere şap verirde sarılar dünyanı yaradı dolanıp şanadı ömrü kıskandı anıtlı yarlarını yaktı yirken yuvadı kızlarını yaradı Yanı yaradı, dolanıp şanadı, ömrü kıskandı, anıtlı yarlarını yarattı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Öbürleri iksiyor, askıkken canlarına, gönül alıp vergen yaslarını, yaradım yaşım, yalnız kalkanlarına, kıskanmış yaşım nazlarına. Dünyanı yaradı, dolanıp şanadı, ömrü kıskandı, anıtlı yarlarını yarattı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Kardeşler, dostlar bilen, olanlar bilen, birge yaşayasın. Bende borga siyilip yaşarken, Xudaydan sırayıp ıstırasın. Yalnızlıktan gelip, yazmışka giyinip, yalnızlık yaşarken yazmasın. Dünyanı yaradı, dolanıp şanadı, ömrü kıskandı, anıtlı yarlarını yaktı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Dünyanı yaradı, dolanıp şanadı, ömrü kıskandı, anıtlı yarlarını yaktı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Yarlarını yaktı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Kızlarını yaradı. Yarlarını yaktı, yirken yuvadı, kızlarını yaradı. Rüstem Aliyev. Rüstem Aliyev. İzrafet. Dağılımızda gelemedik. Kabarsanın arkasından anlaştı. İyi, Sarıyor. Rahmat Rüstem, rahmat. Şerme. Men paydaxna barsimda men do'stlar chegaraga boraman, Alimga boraman, Peringa boraman, Muzayga kelaman. Men tiga o'tmas tovar tashib yurmayman. Menda o'ta turgan tovarlar, eshaklarda bilib turibsizlar. Mana bitta tovar tarvisi kelgan. Albatta ular hazırlar do'stlar, yo'llar ochib, sahnalarga mensinlar, jillasınlar shulay. Xalqqa o'zlarini tanishtirasizlar qoladi. Shulay do'stlar, endi her bir professiya bizni aytasimiz kelaydi, paydo bo'lganini, paydo ishlaganini aytasimiz kelaydi. Shunda bir kichkina yubiley konsertda bo'lishini deb, ularni chiqib qoldirmasqa kerak. Mana o'tgan kelganda aytdim ekan, yo'q ekan. Men sizga bugun bir g'aybat olib keldim. Noshar g'aybat değil, g'aybat. G'aybatni g'aybat bo'lar ekan. Mana do'stlar, men o'zim o'g'il bolani maktabda o'qigan vaqtida bir nahiyar bo'laydi. Birsi o'qituvchi bo'lardi, birsi shofyor bo'lardi. Mening ichkilikda xayolim bor edi. Jashir bo'lasim keldi. Mana men shaxsan o'zim jashir o'qimasamda, Xudo taolo menga jashir san'ati berdi, yumor san'ati berdi, beyu san'ati berdi. Mana sahnalashib qancha sahnalarda bir-ikki minut bilan taqalarimda Xudo taologa va xushib ketaman, Xudoyim qayim. Bugungi konsertda menga dil oshiqlari berib chiqib ketadi. Mensa birinchi Elimin vrach bolasım kelgan edi, vrachlar bo'lib bitadi. Men o'zimizdan Guzdak rayonida Tog'lar maktabini tamomlagach, Ufaga o'qishga ketdim men. Avtovokzal yonida o'rnashgan
birinchi meditsina o'qishiga chiqsalar edi. Bilasizmi ekan? O'ylaganda bor, bularni hozir ismini o'zgartirmadi ekan. Boshqa meditsina kolleji deb atalgan ekan hozir. Mana biz 91-yilda, 1991-yilda Mishu Ufani birinchi meditsina uchilichasini tamomladim. Ularning bo'yicha men felcher akusher. Allah shuni shukrasini. Bugun bir shashqash men do'stlarning do'stlarini 25 yil saqlab yurgan edim. Endi bilmasınlar hali. Qo'yda qilgani, qo'yda ishlagan edik. So'ngra men internetga chiqqach, WhatsAppga chiqqach, tomoshachilar mening ijodimga qiziqsana boshlagach, mening de qo'yda ishlaganda, shu qo'yda qilganni, qo'yda ishlaganni tomoshachilar jikkira boshladi meni. Zatlamadim meni, bilsinlar qo'yda qilganni. Hali do'stlarimning ufani qo'ydirgach, yilgarimning ufani ishladim. 21-chi bankachilar ishladim men. Usqo'yda edim. 4-chi ishladim. Mana sizni oldingizda maqtanib aytaman, mana o'zimning nazli motor qo'llarim bilan meni ufada 18 sobina dunyoga keltirdi. Mana shunda yendimi yirik zayin bo'lsin. Hali siz meni Sakinatu debitni bergansiz tashlab ketdingiz. Hali qarab turaman, balki yazda turtarsiz, xotin-qiz, xotin-qiz, so'rovlar bo'lsa so'rab kirasiz. Konsultatsiya besplatna. Mana shu o'yinlar. Bugun endi birinchi boshqash paydo qilganini qo'ya ishlaganini ayting latna egasi bilib topishlar. Yana hurmatli tomoshabinlar. Men sizga bugun bir retro ijro qilaman. Retro ijro to'g'ri tarjima etsam, elektrikajal motorjal deb ataladi. Bu yerda mening marhumdan keyin minglayib joylab turgan edi. Onancha bag'anjari meni muhabbatga ko'nglimga kirib qoldi. Men yoshdan xiyolim edim. Artist bo'lsam, sahnaga chiqsam men bu yerni bir qo'shiqda o'zimdan qoldirmayman deb. Tilagim qabul bo'ldi, Allohga shukr. Men 20 yilga boshqarib meni tuzamni bu yerda sahnada. Tomoshabinlar da qabul etdilar. O'zimda yaratib boshqarim. Men ishchilar Tuğan kanalı, benim Tuğan oğlum dolarla koydum. Klip çektik. Bir motor klip çıktı. Kurgansızlar, Atatürk kanalları yollarıp tura, Tuğan kanalları. Mana bu yollarni belirlagan opalarimiz kelganlar. Bizim bugungi tomoshabimizni ko'raman. Opalar, jon kisakilar deb aytaman sizga. Balki sizda ko'pdan mana shu muzayyazlarni yiroq ovullardan, yiroq turaklardan kelib chiqarsizlar shunday. Ankilarimizning qabrlari tuğanaklarımızda yatatandır. Eyleksel, birinden zilga olsalar, yüzümüzün aramızdan gitken, erkeklerimizni sağlık bir iskaliyer. Yazlar jitkeş, paydırman,
Begiran tamakta jushlaylik. Aslında birde bo'lsin. Mana bu o'zini vaqt aytib qo'yib edi. Xudo eslatib bersa, mana shu yerlarga ketgancha, mana bu yozlar yetkazib qaytarman degan gapni ayni men o'zimning repertuardan chiqarib qoldirmayman. Endi men istalgan deb so'zlayman Alloh bersa. Bugun bayram kun dedik. Shulay 26-aprel dedik. Sizdan da shirashda, bizdan da shirashda zo'rlagan dedik. Ulg'ur qo'lasan do'stlar ertaga 27-sida da bayram, 28-sida da bayram, 29-sida da bayram. Ertaga Xudoga yonamizda o'zimizning eson sog'lig'imizni asraylab o'tolmaymiz. O'zimizning bolalarimizning eson sog'lig'ini asraylab o'tolmaymiz. Bir qo'lasan bayram, bir qo'lasan qo'ygan hasratlari da bizni o'rabizmi ekan. Ana Xudo taolo shulay yaratgan edi. Tilasang, tilamasang vaqti bilan har bir yurtdan kelishak. Mana Boshqirdistonda Yarmaka degan rayon bor. Mana shu Yarmaka rayonida yashayotgan bir talantli kompozitor Rais Farmanov. Siz bilan yaqindan ko'rib bilmasangizda, jig'lari orqali sizga tanish. Uzoq torda otim shapmadi. Uftan majorlarini jig'larimizning majlislarda shularni ularni maqtara. Konsertimizni sheyga oldilar. Rais Farmanov sizning tug'an kunlarga, bayramlarga shaqaringizga ko'p ne qo'yib hasratlar kelgan vaqtda qo'ylarni o'rtaqlashirmay bir jashcha rajablanmagan bir jashcha yozib beradi menga degash ko'p ta'kid turmaydi. Ish kundan bo'jarlardi. Allohga shukr bilan Ufaning Raqsan radiosi Tatariston radiolar birligi tarafından boshqaruvda bizga kelib mana bu yerda bizlar. Bu yerda sizlarni yozdi shoir Yildar Yuzeyev, keyin yozdi Rais Farmanov. Jurnal ismi Kim yanıma deb ataladi. Gel yanıma. Sizlermişim zorbayım barışıyla. Dışlaşmayı istedi. Yılmayımla şoklarımla bulmasın. Gülmenleri sulasın. Yüzlerine şergimden toplama. Vasabımı gözünde saklama. Dünyanın aile vay birleşi. Oğlumla gövdege birleşi. Yüzlerine şergimden toplama. Vasabımı gözünde saklama. Dünyanın aile vay birleşi. Oğlumla gövdege birleşi.
gözlerinde yaşına Canım aşık kişilerin yaralı Vasalına ağrısıyla sıyarlı Yüzlerimi şerrinden kaplama Vasalını gözünde saklama Dünyanın ayrı iyileşi Ağlılıktan gövdeye birleşi Yüzlerimi şerrinden kaplama Vasalını gözünde saklama Dünyanın ayrı iyileşi Ağlılıktan gövdeye birleşi Birleşimizin gazıslar Yüzlerimin şeriflerine olma Gazabını bir insirde saklama Yüzlerimin şeriflerine toplama Gazabını gözünde saklama Dünyanın ayrı güneşi Ağlılıktan gövdeye birleşti Yüzlerine şerrinden toplama Vasalını gözünde saklama Dünyanın ayrı güneşi Ağlılıktan gövdeye birleşti Dünyanın ayrı güneşi Ağlılıktan gövdeye birleşti Ağlılıktan gövdeye birleşti Ağlılıktan kelgan vaqtda da yengillikdan kelgan vaqtda da yanasha bizda yaqin kishimiz bo'lsin edi. Sevgan yarimiz bo'lsin edi. Yaqin sirdoshimiz bo'lsin edi. Mana shu bizda rayonning Tog'lar degan zo'rgina ovulda tug'ib o'sgan do'stlar kichkinagina 6 bishmoq yurtda 6 bola 4 bola 2 qiz eng tupshig'i men Akkay bilan akkay Qartini bilan qartini 10 yil yashaganmiz o'sha shu yurtda. Hali bugun bo'lsin do'stlar gastinisalar o'rnashmoq Baytamjaki bizlarga raqqina bo'lsa da gezib chaqirib bo'lsa da o'zimizning tug'an yurtimizda qolib yotib yuribizlar bugun. Degan eshikdagi uzoq tursa da Allohga shukr qilishimiz sizlar. Biz degan yurtda bo'lmaymiz, molda bo'lmaymiz. Shu o'zimizning tug'anlar bilan shunday do'st bilan birga yashaymiz do'stlar Allohga shukr. Yani inşallah Allah'a şükür. Qaytamizdan kishilar o'ylab turamidan biz bu yurtga meydan chiqsak ekan dedi. Qo'yda chiqdik ekan meydan, men kimlar chiqdik ekan demak. U vaqtda bitta gazda kirmagan. Ikki yoqda ikki mirja, ikki pesh prospekt qilishlar, bolasini topganlar, oshaqanlar, kiydirganlar, kishi etganlar. Mana qizg'anish hozir yurtimizda qoldi do'stlar. Mana shu pandemiya degan qayrashliklari Yekobimni tomon bitdi. Bir ishlar bo'lishlar. Bizning babayimiz Qortatiyimiz zamonida avvalda mulla edi. Ona qadar kirib yashaydi, 90 qadar yashadi. Biz kichkina vaqtda bizga shunda Qur'on suralari o'qitilgan edi, foydali kengashlar suyulgan edi. Biz de kichkina malashlar bo'lgash, onun qaybi so'zlarini quloqqa tanmaganmiz edi, shulay dedi. No bir ikki foydali kengashi bilan quloqda shunday qolgan do'stlar, imanim kamil o'qitishchi ekan. Babay narsa dedi. Ey bolaqaylarim, shunday kun kelib jetadi. So'nggi sulushini Allohdan kun kelib jetadi. Mana shu so'nggi sulushini olgan vaqtda sening yoningda seni bir qoshiq suv qaptirday kishi bo'lsin deya turadi. Durust ekan. Qoshiq ketsa bizdan bilmaymiz do'stlar. Shu ko'ra bo'lganidan qanoat bo'lib, dunyo qo'mishig'ini yashagan shu motor dunyolarda. Ertaga xatorimizda, yo'limizda oltindan saroy tuzib qo'ysangiz-da, hozir bir kimni shaqirib turib bo'lmaydi.
Selamatligingizdan shafqatlanamiz. Nabiyulloh subhanalloh o'z oyoqlaringizga kelgansiz. Bizim bugungi shunday ko'ngilli motor tomoshabimizni qarang. Oyoqlaringiz yerib tursin. Yuraklaringiz dib-dib yetib tursin. Boshlaringiz ishlab tursin, ko'zlaringiz ko'rib tursin. Mana o'zimning eng ezgu ma'nolarni qabul etib olingizlar, hurmatli Buzayaz tomoshabinlar. Hozir bir kimda bir narsaga shaqat qilib bo'lmaydi. Mana shu haqida nima sababga bo'lsa-da kelgan sizlarning bugungi tomoshabimizni qarang. Dunyo mashaqqatlarini unutdik, shulay shiddatlarni unutdik, problemalarni unutdik. O'tirgan qilsalar, o'tirgan juda bo'lsa-da o'zga shunda o'tirib deyishib, ijolashib o'tirib shulay etdi. Shunday ko'ngilda voqea. Mana do'stlar degan boya aytib ketdim endi. Bizning bugungi konsertga kelgan tomoshabinlardan aytasiz bilan do'stlar. Bizning bugungi kelgan tomoshabinlar o'rtaga qayerga to'g'ri. Rag'batlanib o'zimizni tomoshabimizni ko'rsatamiz. Bishop kelsangizda, Oqtob kelsangizda, Oqqushlar kelsangizda deganday samolyotlar kelib tushadi. Poyezdlar aralashadi. Internet toshdan kunda avariya, ko'plab kishilar halok bo'ladi. Mana bu qayda. Bugungi konsertga kelgan tomoshabinlar u bizning qayda to'g'ri. Shunga ko'ra biz muhimman shunday artist bo'lganimdan qanoatmen. Men bir vaqtida burilib qaytib ketganimga ishonib bo'lib yetishib kelsangiz hurmatli tomoshabinlar, Allohga shukr. Mana bir vaqtida konsert o'tkazganimga shunga ko'ra bugun endi kelganmiz ekan. Rag'batlanib bizning tomoshalarimizni ko'rsatamiz sizga. Ana ertaga bizning tag'in bir avlodimiz qoldi, avlod rayonida Absalam degan avlod bor. Absalamga boramiz ertaga. Mana shunday qo'yib biz tag'in o'zimizni Tataristonga qatnashib ketamiz. Musulmonlar qayoqlarga do'stlar bayram konsertlari o'tkazamiz. Birinchi may, 10 may kunlarga chaqirdilar. Salomlarga chaqirib o'tkazdilar do'stlar. Biz har vaqtda yo'llaydik. Bugun mashina ustida ertaga poyezdda deganday shunga ko'ra mana ish bo'ldi do'stlar. Problemalarni yechib oldik. Sizda endi Buzayazda bir daqiqa qolib yashaydilar shulay bizning motorchilarimiz ko'p tushib biz bilan birgalashib mana tomoshabinlar bag'dagilar aytaman. Bizning bugungi konsertga kelmagan degan ular balki 500 dakikalar ekonomik tikkanlar deydi. Ayada Irik Zarifning konsertiga borgancha mendarasdan taqiyam deganlardir. Bular endi jannat kishilar deb ataladi. Mana men o'zim prostojiga ko'rib turasiz. Noto'g'ri so'zli kishining aytganda salom Payvaqtdan yaratibdan turiblar to'g'risini aytganga. Bizning bugungi konsertga kelmagan Buzayaz xalqini aytingizlar yarimi? Ertaga. Irik shvoyib aytdi deysiz. Botna qisqina qiz bo'lib bo'lmay. Jillaymiz. Hey,
Görüşürgen şarkılar var. Neşe güzel nasıl sağlamaya güzel basakta dostlar. Görüşürgen kadar meselesi. Kıyaşlı yazlar gider, ısıcaylar gider, altın kızlar gider, salın kuşlar gider. Elbistan'da biz ayazlarına aşkınıp, kara boranlar yarıp, girip çıkarız olayırsa. Sizin nurlu yüzlerinizden bize kavattan görgen kıday meselesi. Tamaşamızın sıfır minutlarında olsa dostlar, özümüzden şaşıya gittiğimizde istedim, isimizden fazlarızlardı. Nedim atımının doğan yerim, Respublika'nın başlıklıstan, Natalca'da konkurslarına katlaşıp, diplomat, laureat sınav yolagan, talantı yigitebesinin hasabı olacak dostlar. Rüstem Valiyev. Rüstem Valiyev. Aynı dostlar, sizler benim bilen kırılana olasınız. Mine bugün sizin altınızda yaklaşığınız olarak taşıyıcı yasadan dostlar. Yüzümüzden, güzel başkanımızdan güzel krayını, dağlara avlatıyor bizler. Tataristan'ın hakkı zaman artisti, İrek Sayba. Dostlar, rahmet. Sen ne güzel çok gidesin filmi. Tamanca besikile hemen bir isikile. Teşekkür etmişler. Ehet. Bir dehat değil. Bak da dehat dilettiler. Yarın dostlar, ben sonra minutlarımızda var. Mikrofonu gireyim hadi. Можно, да? Можно, конечно. Сейчас мой выход. Вы все закончили? Да. Нет, вы не закончили. Пожалуйста, спуститесь вот сюда. Итак, дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что вы пришли и поддержали
народного артиста Республики Татарстан Ирика Зарипова. Ваши Я надеюсь, что он вам сегодня показал свой истинный и настоящий талант. Вам понравилось? Конечно! Это ваши аплодисменты. Не слышал громче? Это ваши аплодисменты. И лично от себя хочу выразить, да, извините, конечно, за то, что вот, хотя у нас находится здесь 170 мест, но эти 170 мест не заполнены, но люди пришли, те, которые они заполнили эти 170 мест. И подарили вам такую же улыбку, такие же аплодисменты, дорогие друзья, которые вы заслуживаете. Огромная вам благодарность. Дай Бог, чтобы вы приезжали к нам не... Как правильно сказать? Кто скажет? Каждый день. Каждый день. Не почаще, а каждый день. Можно так? Можно будет так, чтобы вы приезжали к нам каждый день? Чтобы наш народ радовался. У нас присутствует сегодня не только базовязы. Здесь есть базовязы, руки поднимите. Базовязы. Ацитарова. Ацитарова. Кушкуль. Какой? Аургазинский район. Какая деревня? Старый Кузякова даже. И еще раз хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы выступали сегодня на нашей сцене. И еще раз, дорогие мои друзья, аплодисменты. Это вас. Спасибо, Мария. Спасибо большое. Вообще, творческих успехов. Тоже, ладно. Конечно, уж как же не буду приехать, достар, они по-татарски буду говорить. Это достар меня пенсияға керат, бір он вақыт бар әлі. Әлі ұзынайт масалар. Шоу не говорит, он тақыр телевизордан аларыз, аяды ма? Сіздің ұтылығызды әріңізді, бізде қабаттан көрген қадағасы қымбатты тамашашылар. Шоу интервью шықмайыздар. Біздің үшін традиция, вы тоже не ходите. Шоу традиция. Біз соғынан тілі татарша еткенде карточка ашып өтеміз. Орысша еткенде селфи. Мына бүгінгі біздің босағаздағы концертна, мына қазір бір сағаттан. Бүтін Ресейде яшаучы татарлар, башқұрттар көрішектер. Қырқатқыш біздің сайтқа да кіргіз ярыма, Инстаграмчыққа да кіргіз, ВКонтактеға кіргіз, өзіңізді көрісіз ярыма. Вот, курмастера, чтоб не было показано, что так мало народов. А то это вся Россия сейчас будет видеть через час. Мария, ты тоже стоит одна. Хали рыбички баскали барымызда. Мында бір 30 кіші, 60 кіші болып көрінашак. Стали. Все. Вот. И қолларын көтерді, стай үсті. Руки! О, 100 человек бой видно. Қазір соңа тұрғыз ярына. Башта фотоға түсеміз, арнан видео бачамыз. Не слышу! Кыргызстан районының Бузаяз ауылы тамашашылары, біздің концерт шағымы! Ой, достар, нашады, конечно! Сіз де бұяшадыр, достар. Рахмет сізге, алқыштарыңыз үшін, яғынды емайыларыңыз үшін. Бүгін сіздің сабырлашалар, талантты егітарыңыздың бірсі, достар. Рүстем Ғалиев! Рахмет Бузаяз, рахмет сізге. Пока-пока! Рахмет Мустасызға, исан сабырыңызға, сау яшагыз, бай яшагыз, ең махима, сәлемет яшагыз. А можно маленькую просьбу? С вами фотографию. Итак, дорогой наш зритель,